Bilasizmi, futbol tarixida Pepedan ham odobli va kamtar yigitni topish juda ham qiyin. U buni maydonda ko'p bora isbotlagan. Keling shularni 4 ta fakt bilan ko'rib chiqamiz. 4-fakt. Pepe Messining qo'lini chaqmoqchi bo'lgan hasharotni ko'rib uni o'ldirgan. Ha, to'g'rida, u Messini juda ham yaxshi ko'radi. 3-fakt. Eden Azar jarohat olib kasalxonaga yotqizilganida Pepe uni yolg'iz qoldirmaslik uchun ukasi Torgan Azarni kasalxonaga yuborgan. Bu uning qilgan eng oddiy yaxshiliklardan. Eng qiziqlari hali oldinda. 2-fakt. Muxlislar futbol tomosha qilishdan zerikib, UFC jangini ko'rishni xohlaganlarida Pepe ularni xafa qilmagan. U bir futbolchini maydonda yiqitib 2 marta tepgan. Keyin esa boshqa futbolchi yaqinlashganida uning yuziga zarba bergan. Bu haqiqiy UFC, shunday emasmi? 1-fakt. Pepe Dani Alves sud va qamoqda qiynalishini bilib, uning hayotini erta tugatishga uringan va 2012-yilda unga zarar yetkazishga harakat qilgan. Lekin afsuski, Dani bu yaxshiliklarining qadriga yetmagan. Ha azizlar, Pepe rostdan ham aqlli va xushli yigit. Agar siz Pepedan ham esli xushlilarini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.